bo'lmasa 13-iyun navbatdagi savdomiz 1 moslik pritsep bo'ldi. 160 ga 250 gramm bo'ldi. Zakaz pritsep. Akamiz Sirdaryodan zakaz qilgan edilar. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa olib ketyaptilar. Aka pritsep haqida o'zingiz ma'lumot bersangiz. Yaxshi, ko'ngildagidan yaxshi chiqqan. Kerak bo'lsa kelaverasiz. Maskalarga. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, tabriklaymiz aka. Bu pritsepimizga kelsak, 160 ga 250 tiyentli bo'ldi, baland bo'ldi buni. Mol ortish uchun spesialni taxladik buni. Ruloviy mana bu nimalardan qo'yib, KAMAZdan chiroyli qilib taxlab berdik. Bilkalari, kuzov nomer hammasi joyida qilib taxladik. Bu mol ortish uchun spesialni taxlandi bu. Mana buni ichki ko'rinishi. Buni stoykalari ham pastdan chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib baland qilib qildik. 40 sm rushotga yana olib qo'yiladi. Olib, yana joyga qo'yib qo'yadilar. 40 sm ustidagi rushotga. Tagdagilar olinmaydi. Pastdan splashnoy bo'lib chiqqan bu. Chotki qilib, moshina qilib taxlab berdik buni. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.